Yangiyo'lda erkak maydalab o'ldirib tashlandi. 49 yoshli erkak 50 yoshli tanish ayolning uyiga borib, u yerda qotillik qurboniga aylandi. Xorazmda yigit pravosiz avtomobil haydab 195 km/soat tezlikda harakatlandi. U yuqori tezlik sabab avariya holatini keltirib chiqargan va odamlar hayotini xavfga qo'ygan deb topilgan. Ukraina Rossiyaga drondan hujum qildi. Hodisa oqibatida turar joy binolari shikastlandi. 3 kishi jarohatlandi va 1 kishi halok bo'ldi. Eronda Milliy bank yuborildi. Eronda namoyishchilar Tehronning Punak tumanida joylashgan Milliy bank binosiga o't qo'ydi. Andijonda mahkumdan ta'magirlik yo'li bilan pul undirmoqchi bo'lgan inspektorning harakatlari fosh bo'ldi. U ayoldan 2 oydan beri go'yoki o'zining hisobidan firmaga 800 ming so'm to'laganini vaj qilib 1 million 600 ming so'm talab qilgan. Avstraliyaning Viktoriya shtatida o'rmon yong'inlari sabab favqulodda holat e'lon qilindi. Shtatda 300 ming gektardan ortiq maydon alanga ichida qolmoqda. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.